La 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 la. Xo'sh, bo'ldi. Ekranda yoqib qo'ydim. Barcha salom. Sizlar men Oqsan Minecraft bizning yangigina videomizni ko'rishibdi. Bola qarorchi men hozir mana bu yerda kompyuterimni o'ynab o'tirgandim, notebookimni ya'ni va zerikib ketdim va endi ko'chaga chiqib ozgina aylanib kelaman. Xo'sh, qushni chaqirsammikan, qushni bari uyda yo'q. Bilaman. Qani kim bor ekan desam, nima tushunmadim. Nega qishloqlar to'planib turibdi? Qishloqlar nimaga to'planib turibsizlar? Qochib turinglarchi, nima bo'lyapti o'zi? Nima tushunmadim. Nima bo'lyapti o'zi? Iltimos, kechiring, boshqa qilmayman. Sen merligingni qilolmayapsan. Qara hamma polida o'tibdi. Yo'q, iltimos, men iloji boricha qilishga harakat qilaman. Nima bo'lyapti qishloqlar tushuntira olasizlarmi? Короче, merni admini, короче, merni olib qo'ymoqchi. Nima? Asta, admin mer yaxshilar-ku, nega adminlikdan, merlikdan olmoqchisiz? Hamma yerda qaramayapti. Ko'rmaysan, hamma yer cho'p bosib, qara hamma yer eskilib yotibdi. Nimaga eski? Normallar-ku. Ozgina cho'p bosibdi. Hamma o'zimiz tozalab qo'yamiz. Nima? Menga gap qaytarma. Yoki sen ham bani olging kelyaptimi? Yo'q, mayli, men sekin. Hamma yerda o'tiribman, prosta hech narsa qilganim yo'q. Mayli. Iltimos, meni kechiring. Tamam, vassalom. Endi sen mermassan. Tojim. Bo'ldi, endi sen oddiy qishloqsan. Iltimos. Voy bola, qishloqqa endi nima qilamiz? Bilmadim. Mayli, men ketdim bo'lmasam. Ketdi. Mer endi nima bo'ladi sizga? Endi men oddiy qishloqman. Endi men hech qanday mer emasman. Merlikka barsamayman. Mayli, men ketdim. Yo'q, iltimos to'xtang. Endi men hech qanday mer emasman. Endi boshqasi mer bo'ladi. Voy, mer ham ketib qoldi. Mayli, qishloqlar endi nima qilsa ekan? Bilmadim endi. Mer ham xafa bo'lib qoldi. Mayli. Ana men admin qilib keldim. Yangi mer olib keldi shekilli. Qani, yangi odam olib keldimi? Mer olib kelibdi. Kim bu mer? Xo'p bo'ladi. Bo'lsa buni yerda nima qilishim kerak? Sen unga qilishing kerak. What the fuck? Bu bitiniga lela bola, bu kim bo'ldi? Qarochi, sen bu yerda mersan. Rostami? Endi men barmi? Men mermanmi? Endi hammani ish qilsam bo'ladimi? Hammani ish qildirsam? Holbota bo'ladi. Bo'ldi, hammani ish qilaman. Sen aytdingmi? Husanboy? Hozir ishga bor, tezroq bor. Xo'p. Haligi admin, iltimos, uni yoqqa borib tura olmaysizmi? Gapim bor edi. Mayli, Husanboy, mayli. Emasmi? Albatta, o'zimizni mer yaxshi emasmi? Nimasi yoqmayapti? Oddiy mer bo'lib turibdi. Sal jinniroq ko'rmayapsizmi? Iltimos, admin, buni mer qilmang, iltimos. Aniq qilmang. Mayli, mer qilib ko'raylik. Yaxshiroq odam. Boshqa qishloqlarda ham mer bo'lgan ekan, yaxshi ekan. Mayli, bilganingizni qiling, lekin ko'rinib turibdi-da. Qarang, jinni-ku, ko'rmayapsizmi mana buni? Hozir hammani ish qilishga turibsanlar. Hop, bo'ladi. Nima menga qarab turibsan? Kechiring. Kechiring. Shuni aytyapman-da, iltimos, admin. Meni ishlarim ko'p, iltimos, meni obora qilma. Mer bo'ldi. Mayli, men ketdim. Bo'linglar, hammangiz nima qilyapti turibsizlar bu yerda? Hozir hammangiz ish qilish. Nima ish qilamiz? Hamma yer toza-ku. Qanaqa toza? Hamma yer yomon-ku. Tozaylar-yu mana. Menga gap qaytarma, tushundingmi? Xo'p. Hozir men aytganimni qilib, bu yerni chiroyli qilishimiz kerak. Qanaqa qilamiz? Pishtirangda qilamiz hamma yo'lni. Hamma uylar shunaqa bo'lishi kerak, hamma joylar. Tushundinglarmi? Pishtirang xunuk-ku. Menga gap qaytarma dedim-ku. Xo'p. Mayli, pushti qilsak qilibmiz-da. Voy. Bola, bu jinnimi nima bola? Pushtirang, o'ylayveringlar, pushtirang.
Hozirroq meni ozroq bir narsa qilmasam bo'lmaydi. Mayli pushtirang. Bo'ldi Azroil dedim, nima qochib ketding Husanboy? Xo'p, ketyapman. Uzr so'rayman. Xo'sh, mana bo'ldi. Qaysi chinni shunaqa qilishi mumkin? Hayronman. O'zim meram sal tomi ketgan o'g'im. Mayli, men qo'yib bitdim mana bu yerlarga. Ozgina qo'yib qo'yaylik, bo'ldi. Shu bilan хорошо va mana bu yerga va mana bo'ldi. Bo'ldi, qonun qishloqlar уже bitishgan bo'lsa kerak. Xush bo'ldik, ketdik. Mana bu joy qolib ketibdi. Mayli, ko'ringlar bu. Qilim kelmayapti. Endi shuni ham qilishimiz kerakmi? Bekinakar aytmay qo'yardik, bo'ldi do'stlar. Qishloqlar bo'ldi, bitdingizlar ham? Ha, bitibsizlar shekilli. Hamma yoqqa yeyib qo'yibsizlar. Ha, bitdik endi. Menimcha endi bo'ldi shekilli, endi uyimizga ketsak kerak, ha? Qanaqa uyga ketasizlar? Mer уже bo'lib bitdi-ku. Qanaqa hech narsa bildirilgan yo'q, hali o'shancha ish bor. Xo'p, mayli. Bo'lmasa tezroq ishlarni qilinglar, bor. Nima qilamiz? Sen hech narsa qilmagan uchun jazolamaysan, ya'ni ana u ustiga, qarang, uni ustida bor-ku. Manavimi? Ha, o'sha qilib qo'y, hozir men senga beraman. Nimaga? Qo'y dedim. Xo'p. Mana. Mayli, lekin shartmi? Albatta shart, bo'lmasa yoki jazolashni xohlaysanmi? Xo'p. Bular nima? Balo, bu merni tomi ketganmi? Nima balo? Hozirroq nima qilib bo'lmasa ham adminga aytishim kerak. Tepaga qanday chiqaman? Mayli, bulut yo'lini topish kerak. Tepaga chiqib. Nima qilsam bo'ladi? Mayli, aytaychi. Mer, ana bu joyda tepaga chiqadigan yo'l yo'q-ya. Qanaqasiga yo'l yo'q? Borasam uying yondi. Nima, uyimi? Uyimni bo'pti, mayli. Bo'lar, nima qilaman? Uyimni yondirish kerak. Bo'lar, endi aniq juda katta muammo. Bo'lar, men uyimni yondira olmayman. Nima qilay bo'lar? Bo'ldi, sekin yondiraman deb, sekin. Bor tezroq. Tezroq bo'lishim kerak. Bo'lar, saniqdan tezroq. Хорошо, bo'ldi. Ha, sekin bo'lar. Sekin qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Xo'sh. Mana dedim, bo'ldi, adminga. Xo'sh. Oling iltimos. Nima chiqib o'tiribsan dedim. Eshitmayapsanmi? Chiq. Hozir. Uzr so'rayman. Qanaqa uzr pishirib ye, hozir yondi dedim. Xo'p. Mayli. Bechora. Uyim, tozalab turayman, zo'r odamman. Mayli. Mana. Bor tezroq. Xo'p, hozir turing. Voy, endi nima qilaman? Mayli. Oppa. Bo'ldi. Mana bo'ldi. Voy, jonim ketdi. Mana bu tashorish kerak. Nimaga tashording? Ular menga kerak edi. Telefonda kimga yozding? Hech kimga men hech narsa qilgan yo'qman. Aldoqchi. Bilaman, adminga aytmoqchi bo'lgansan. O'sha ishingga hozirroq tepaga bedroq beraman. O'sha bedroqni tepaga qo'yasan, hech qachon tushmaysan. Senga bu jazodir. Yo'q, nimaga? Men hech narsa qilmadim-ku. Hozir qil dedim. Hozir men senga bedroq beraman. Mana bedroq, hozir endi bedroqlarni tezaytdi. Bu shartmi? Men senga jazo beraman, men beraman yoki sen bermisan? Xo'p. Mayli. Bo'la nima qilaman? Iltimos, meni kechiring. Yo'q, hozir chiq. Nimalarni boshlab qo'ydim. Bilmayapman, bekor qo'ng'iroq qilibman bo'lar. Endi qanday mer keladi? Endi qanday pastga tushaman? Iltimos, bo'ldimi, shu yetadimi? Yo'q, hozir yana teparoq. Xo'p. Bo'lar, nima qildim endi? Nima qilaman? Hayronman bo'l. Iltimos, yordam berib yuboringlar. Qanday? Admin ham olmayapti telefonini. Mayli. Endi bir eplashim kerak, bir narsa qilib bo'lsa ham. Tezroq. Endi qanday pastga tushaman? Mayli.
bo'ldi hech qisi yo'q. Qishloqqa ham yetib keldim. Ha, shu yoqqa teleport bo'ldim aniq. Nima? Nega hamma yer pushtirang? Nima bo'ldi o'zi bu yerga? Nega hamma bunaqa bo'lib qoldi? Nega pushtirang? Lavami? Kim qildi lavani? Husanboymi? Nimaga u tepada turibdi bedrockda? Hammasini tushunmasam bo'lmaydi. Nima bo'ldi Husanboy senga? Mer admin keldingizmi? Nima bo'ldi? Mana bu mer tanlagansiz. O'sha mer hamma yo'lda shu qildi. Nima? Meni ham tepaga majburlab chiqardi. Mana bu lava qo'yishga men majbur qildi. Bo'pti. Meni tushirib yuboring iltimos. Bo'ldi. Yaramas. Mana nihoyat admin keldi. Rahmat admin. Xo'p. Bo'zing tezroq bo'ling. Hozir. Opa. Mayli. Admin rahmat. Tushuntirib berasanmi mer? Men hammasi yaxshi qildim-ku. Nimani yaxshi qilding? Shu yaxshimi? Ha, men jazolaydigan odamlarni qishloqda ham chiroyli qilib qo'ydim ko'rasizmi? Mana bularni. Shu chiroylimi? Albatta chiroyli. Qanaqa chiroyli? Yaxshi emas-ku. Ha, qo'shilaman. Yaramas. Mer. Yaxshiligimga shu yaxshiligimi? Qanaqa yaxshilik? Hech qanday yaxshilik qilmadi menga. Yaramas. Yaramas deydi. Iltimos, bir narsa qilib yo'qoting buni. Hozir yo'qotaman. Senga endi bag'am beraman. Nimaga? Men hammasi yaxshi qildim-ku. Men senga bag'am beraman. Bag'am bo'ldi. Let's go. Hurray! Admin rahmat. Bola, endi mer o'zimizni mer qani? Meni chaqiryapsanmi? Mer yaxshimisiz? Endi siz mersiz. Rostmi? Ha, rahmat. Hurray! Lekin admin chaqirish kerak. Admin hozir keladi. Uzr so'rayman. Sen baribir yaxshi mer ekansan. Ha, to'g'ri aytasiz. Baribir boshqa to'g'ri kelolmaydi ekan. Shunga senga merlikni qaytarib beraman. Hurray! Mana nihoyat. Men senga bo'lmasam tojikniki. Xo'p, rahmat. Rahmat. Bo'ldi. Mayli, men ketdim bo'lmasam. Xo'p, mayli. Rahmat admin. Mayli, men ketdim. Agar siz bo'lmaganingizda bu bizani yo'q qilib tashardi. Bo'pti, men ketdim. Let's go. Mer, siz yana merligingizdan xursandman. Men ham xursandman. Bo'pti. Mayli, men bo'lsam obunachilarman xayrlashib olay. Bolalar shuncha ishlarni qildik-a, bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi, bo'ldi. Shuncha ishlar boshimdan o'tib ketdi. Mayli, bo'ldi. Nima bo'lsa ham sizlar uchun kontent qilyapman, bo'ldi. Iltimos, like va obunasi qo'yinglar, iltimos. 1000 ta bo'lishimizga juda yaqin qoldik. Iltimos, bo'ldi. Bitta like va obuna va hech narsa emas, bo'ldi. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysanglar, keyingi videolarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Let's go. Hammaga xayr. Sizlar men Husanboy bo'ldim.